Murodjon Ahmedov 1918-yil 1-yanvarda Qo'qon yaqinidagi afg'on qishlog'ida tavallud topgan. Aktyor va xonanda, O'zbekiston xalq artisti. Hamroqul qori Rahmon hofizlardan ashula yo'llarini, Mirzatovdan sahna sirlarini o'rgangan. Qo'qondagi yosh tomoshabinlar teatri, Qo'qon, Farg'ona teatrlarida ishlagan. Drama, musiqali drama va komediyalarda rang-barang obrazlar yaratgan. Tohir va Zuhrada Tohir, Nurxonda Haydar, Ravshan va Zulxumorda Ravshan, Burgutning parvozida Bahodir, Boy ila xizmatchi da G'ofir, Aziz va Sanamda Aziz, Gul va Navruzda Navruz, Qaroqchilarda Karl Moor kabi jami 70 dan ortiq xilma-xil qahramonlar qiyofasini gavdalantirgan. Murodjon Ahmedov qahramonlarini jasoratli, oliyjanob, yuksak tuyg'ular egasi qilib yorqin tasvirlagan. Oltin vodiy kuychisi telefilmi va O'tgan kunlar badiiy filmida suratga tushgan. Ahmedov maqom ustasi, baland avjlarni ham bemalol ayta oladigan kuchli, shirali ovozga ega bo'lgan. Bu oqshom, O'rtar, Toza Lutf, Bayot uch, Nasri Uzzol, Buxoro irog'i kabi maqom yo'llari, ashula va katta ashulalar Ahmedov repertuarlaridan o'rin olgan. O'zbekiston xalq artisti 1988-yil 18 may Qo'qonda vafot etgan.